Assalomu alaykum, keling, nima xizmat? Sizlarni pochtalardan Turkiyaga bir xat yozsa bo'ladimi, срочный? Albatta bo'ladi, ha. Endi men ko'zoynagim qolib ketdi, shunga o'zingiz yozib olasizmi, aytib turaman. Muammosiz. Xo'p, nima deb yozish kerak? Sog'inchlik salom xat deb boshlang. Sog'inchlik salom xati. Men uchun butun dunyoda yakkayu yolg'izim bo'lgan. Go'zallikda tengsizim. Mehr bobida, sofdillik bobida yagonam. Qo'li ochiq Gulyaxon. Hammamizni boyligimiz bo'lgan sog'ligingiz avvalambor. Yaxshimi? Hech qachon dard ko'rmang. Aka, uzru qancha kam yozsangiz, o'zingizni foydangizga, qancha qisqa yozsangiz. Chunki bizani tezkor xatimizni har bir so'zi 10 ming so'mdan turadi. Tushunarli. Bo'lmasa buni chizib tashlang, ustidan chizib tashlangda boshqa. Boshqa yozasizmi? Gulya zudlik bilan pul yubor. Bo'ldi. Shu? Bo'ldi.